Bugun oldingizmi? Qachon oldingiz? Qayerdan oldingiz? Ishdingizmi yo'q bu narsa? Chak olganmiz. Xavfsiz va sog'lom yurt tezkor profilaktik tadbirlari doirasida giyohvandlik vositalarining noqonuniy muomalasiga qarshi navbatdagi tezkor tadbir o'tkazildi. Toshkent shahrining Uchtepa tumanida xizmat olib borayotgan ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan shubhali fuqaro to'xtatilib, xolislar ishtirokida ko'zdan kechirildi. Ko'chada kechasi soat 3:30-4 ga yaqin zakladka orqali olgan narkotik vositamni ko'chada tarqatib yurgan paytda PPS xodimlari shaxsimga aniqlik kiritish maqsadida to'xtatishgan paytda telefonimdan rasmga chiqqandan keyin narkotik vositalar xatarligini ko'rsatdim. Nechta manzil? 4 ta manzil, 4 ta manzildan 4 ta giyohvand vositasi chiqdi. Juda ham afsusdaman bu narsadan. Juda ham adashdim mana. Tezkor profilaktik tadbirlar davomida yo'l patrul xizmati xodimlari tomonidan ham giyohvandlik vositalari va psixotrop moddalarning noqonuniy muomalasiga oid bir qator holatlar fosh etildi. Soat taxminan 23:30larda inspektorimiz orqali to'xtatirilib, hujjatlarni tekshirayotgan vaqtida orqa sidenada o'tirgan fuqaro o'zini sal shubhali tutganligi sababli tekshirdik. Oldidan 10 cho'nchagidan 4 dona psixotrop modda va o'tkir hidli modda jigarrangsimon aniqlandi. Jinoyat qidiruv xodimlarini chaqirdik va ularga bildirgan asosida topshirdik. Siz iste'mol qilasizmi? Yo'q. Moddalar psixotrop vositalarini qachon qayerda kimdan oldingiz? Hurmatli fuqaro. Lokatsiya orqali yoshlik qilib xato qilib qo'ydim. Yana bir holatda esa Cobalt rusumli avtomashina ko'zdan kechirilganda uning salonidan o'tsimon giyohvandlik moddasi hamda uni iste'mol qilish uchun mo'ljallangan moslama aniqlanib, ashyoviy dalil sifatida olib qo'yildi. Navbatdagi holat poytaxtning Yangihayot tumanida xizmat qilayotgan xodimlar tomonidan nima aniqlandi? Nima chiqdi siz yoningizdan, mashinangizdan? Mana shu baklashga kesilgan baklashga. O'shani chekuvdan. Pushaymonman babadan. Iltimos kechirishingizni so'rayman. Xulosam shuki, bu yaxshilikka olib kelmas ekan. Aniqlangan har bir holat yuzasidan qonunchilikda belgilangan tartibda tekshiruv harakatlari olib borilib, aybdor shaxslarga nisbatan qonuniy choralar ko'rilishi ta'minlanadi. Xavfsiz va sog'lom yurt tezkor profilaktik tadbirlari izchil davom ettirilmoqda. Hodisa mana ko'k rangli rezina qoplama bilan qoplangan, ichida noma'lum modda bo'lgan zakladka. O'zbekistonda xavfsiz va sog'lom yurt tezkor profilaktik tadbirlari o'tkazilmoqda. Xususan bugun Uchtepa tumani ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi xodimlari tomonidan giyohvandlik vositalariga chek qo'yildi. Uchtepa tumanida o'tkazilgan tezkor tadbir davomida ichki ishlar organlari xodimlari shubhali harakatlangan shaxsni to'xtatib, xolislar ishtirokida ko'zdan kechirdilar. Uchtepa tumani 24-mavzida xizmat olib borayotgan vaqtimizda o'zida shubha uyg'otgan bir nafar fuqaroni ko'rib qoldim. Fuqaroni kuzatuvga oldim. Shundan so'ng hamkasbimga telefon apparatim orqali xabar berdim. O'zi shubha uyg'otgan fuqaroni to'xtatib, xolislik ishtirokida ko'zdan kechirgan vaqtimizda 12 dona ko'k izolentaga o'ralgan noma'lum modda borligi aniqlandi. Shundan so'ng shu fuqaroni avtomashinasi ko'zdan kechirilgan vaqtda yana xuddi shunday 18 dona ko'k izolentaga o'ralgan noma'lum modda borligi aniqlandi. Qayerga bekitgansizlar hozir? Siz bekitgansiz moddani? Mana ko'k rangli qoplama bilan o'ralgan noma'lum modda bo'lgan ichida zakladka. Shuningdek, dastlabki surishtiruvlar davomida gumonlanuvchi Nazrullayev tomonidan Uchtepa tumani hududida zakladka usulida yashirib qo'yilgan yana 18 dona sintetik giyohvandlik moddasi aniqlanib, ashyoviy dalil sifatida olib qo'yildi. Natijada ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan jami 49 dona sintetik giyohvandlik vositasining tarqalishiga chek qo'yildi. Zakladka yo'li bilan narkotik moddalarni qo'yayotgan paytimda uchastka nozirlari meni ilg'ab qolishdi va shu orqali cho'ntagimni tekshirishganda o'sha cho'ntagimdan va telefonimni tekshirishganda telefonim orqali rasmga tushirilgan o'sha nuqtalar aniqlandi va ularni ham o'zlari musodara qilib olishdi. Men afsusdaman qilgan ishimdan. Hozirda mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 273-moddasi 5-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, gumonlanuvchiga nisbatan qamoq ehtiyot chorasi tanlangan. Dastlabki tergov harakatlari davom etmoqda.